Chingizxonning asli ismi To'mirchin bo'lib, Po'lat To'mir degan ma'noda. Mong'ollarning Qiyon qabilasidan edi. U 1206-yili butkul Mong'ol yayloqlarini birlikka keltirib, yayloqda o'sib yetilgan bir ulug' siyosiyon ham harbiy olim bo'lib qoldi. Dunyoda u bir mangulik nomni, ya'ni zamonasining jahon argisi Chingizxon degan nomni qoldirib ketdi. Voy, u Ungyin Yungjining qizimi? Bu Ko'ktangirda manqigan iltifot ekan. Undaqda xalqinglar mening 3 yil jafoliq urush qilgan mana bu sarkarda cheriklarimning g'azab nafratiga qandoq tasalli bermoqchi ekan? Chekkan jafo mushaqqatlar badaliga qandoq al so'ramoqchi ekan? Sarkarda cheriklarining xizmatida bo'lishga balog'at yetmagan 500 qiz, 500 o'g'il ip keldim. Yana qo'shinlarning cherik otlarini to'liqlash uchun 3000 to'yaq at ip keldim. Qo'shinlarning o'z manziliga qaytish yo'lidagi ehtiyojini qamdash uchun 10 harva oltin kumush, tavadurdun va boshqa lozimatliklarni ip keldim. Umum ishini deyishib bo'ldik. Endi boshqa gapga kelaylik. Qarab beqing, sarkarda cheriklarim qandoq ekan? Qaltis, jasoratlikka. Biroq nima? Anlasam ularning ba'zilari to'liq qonxo'r ekan yoki qonxo'rlik bilan o'zini xush qiladi ekan. Bizga bunday jallodlar kerak emas. Qurol bilan odam o'ltirgili bo'ladi, lekin odamni qoyil qilib bo'lmaydi. Kaynimda turganlar yo'lliq oqay bilan yo'lliq buqa. Yana menganmi bor? Ha? Ularning hammasi oltin xonligining sarkardalari mening ulug' nomimni anglab, xizmatimda bo'lishga keldi. Nima kulasiz? Shuni xursandmanki, hilim yaxshi ularning birsimi jurjit emas. Xanzolar bilan qitallar hargiz naslni qurtqanlik, elini uni qaris qilganliklarning qisosini unutib qolmaydi. Bu dal xalqlarga yo'shirilgan ajallik ofat. Qag'anim, aro o'rilgan katanga qaytib tushmagaylar. Yurikingizmi, gapingizmi bor ekan? Bu qatam o'tir tuzdanlik yurish qilishimdagi maqsad faqat qisos olib, o'rnimizni aqlab, haqqoniyat uchun urush qilish. Hargizmi xalqlarni o'ltirib, elinglarni munqaris qilish emas. Shuning uchun o'zligimdan xalqinglar bilan sulh tuzmoqchi bo'lyapman. Uluq qag'an, qo'shinni qachon chekindirdilar? Malik Chigoni tek ko'migan tursam. Beqirlari xonbaliqqa darhol qaytib, Malik Chigoni shimoliy sepil ig'izga olib kelaman. Uluq qag'an bilan to'ylish bo'lgandan keyin sizlarni chapchaldan o'zim uzitib qo'yaman. Ay, bosh sarkarda sizni uzitishga avora qilsam qandoq bo'ladi? Oilalarimizning farmoni bo'yicha men uluq qag'an oilalarini chapchaldan cho'qim bolduroq uzitib qo'yaman. Meni sulhiga amal qilmasmikin deb ansirayotamsiz? Yo'qsa, uluq qag'an albatta lavzlarda turdilar. Men faqat xonimizga vakolatan sohibxonlik burchini ado qilyapman. Bo'ladi. Men gapni ochiq qiladigan odam. Agar xalqinglarning tikishi to'xtamay, sulhini qasdan deb sand qiladigan bo'lsanglar, sizlarni men kechirgan bilan qilichim kechirmaydi, juma. Milodiy 1214-yili atiyazda Chingiz Qog'on vaziyatni mo'lcharlab o'zligidan sulh tuzdi. Hamda Malika Chigoni ham asirlar bilan mol-mulklarni elib yayloqqa ko'chdi. U orom elib o'zini o'ngshig'ash fursatini kutdi. Holbuki damelish yengboshdan qudrat tepish fursatiga ega bo'lgan oltin xonliqida bo'lsa, ishki majrolar kayni-kaynidan yuz berishga boshladi. Qo'shaqo! Sang'un qo'shaqo! Men sizga ko'p iltifot qildim. Nechqitim vazirlarning fikrini rad qilib, o'limingizdan kechdim. Ekranlar. Siz bunday papag'icha qilmang. Sang'un qo'shaqo! Sang'un qo'shaqo! Sang'un qo'shaqo! Sang'un qo'shaqo, siz meni qo'yib o'ting. Men elning yerimini sizga bo'lib beray. O'tinib qolay. Tvi. Sening o yerim ilang allaqachon Mong'ollarning ilikiga o'tib bo'ldi. Hargizmi sen oshmaydi. Sendek pazlasiz nonqepi endi o'rinni bekolmisan. Ulug' oltin xalqining albudullari o'lsimi ko'z ochib ketadi. Agar aql bo'lsang, o'zing o'lib ol. Shunda qilsang, Ag'udaning avlodi hisoblansan. Qo'shaqo! O aramzada munofiq. Isit, Tudan olchuning nasihatiga quloq solmay, sen rahim qilib, mana endi beshimga pul atapding. Lekin sen qo'shaqo'mi, yaxshi oqibat ko'maysan.
Qo'riq chiqqan O'ngyin Yongji ham farosatsiz bo'lganlikdan ulug' oltin xonligi munqarzlikka yuzlandi. Men Xushaxo jiddiy vaziyatni o'ngshash uchun uni taxtdan majbur tushirdim. Lekin elning bir kunmi xo'rjis bo'lmaydi. Shunga men mushu mushkul kunlarda o'z ixtiyorim bilan vaqtliq el ishlarini boshqaradigan bosh sarkarda bo'lib, ham ishlarni boshqarmoqchiman. O'rningda tur! Sendek yaramaz serketler boğalık üçün uluk altın xallığı munqarzlik yüzlendi. Sen Xushaxo her kıtımlık vuruşun mağlup buldun. Günah qo'riq chiqqan emas. Qo'riq chiqqanni taxtdan tushirgan bo'lsang-mu, qaysi fazilating, qaysi iqtidoring va qaysi yuzing bilan el ishlarini boshqarmoqchisan? Tangriqot nadan bo'lsa, sang'un sarkardalar qobiliyat iqtidorini ko'rsatmay, urushda ig'ir chiqim tatidi. Bularning hammasi mushu qo'riq chiqqanning kasofati. Qo'riq gap qilma. Sen G'arbi Ostonning qo'riqchisi turib urush qilmay chekinding. Bu mu qo'riq chiqqanning kasofatimi? Sen yani çapçalını qo'ldiganda Mo'ng'ullar Udul xonbaliga bostirib kirdi. Bu mu qo'riq chiqqanning kasofatimi? Ahmaq qari. Nodonga berilgan mansab kichik bolaga tutilgan ustura degan gap bor. Xushaxo nodonxonni yo'qitib, vaqtliq el ishlarini boshqursalar, uning muborak nomi menga o'chmaydi. Tüy! Xonga qasd qilgan haramzodi munofiq. Sen Xushaxoning sesiq nomi menga qoladi. Kimiki qo'riq chiqqan O'ngyin Yongji ustida dotlanib, el ishlarini boshqarishimga qarshi chiqadi ekan, oqibati mana shundoq bo'ladi. O'likini qovoq teshiga olib chiqib 3 kun sazoy qilinglar. Chingizxon! Gobayının digine yolluk. Sun xallığı bilen birleşip altın xallığını yoqtimiz. Bu qatam Sun xallığı berişinglarki maqsad Sun xallığı janubda altın xallığını tushab turg'izishdan iborat. Shunday qilsak altın xallığı hujum qilishimiz xili osonga to'xtaydi. Xo'p. Özüm tapqan balağa, nega varay davaga deydigan gap bor. Chingiz Qag'an Sun xallığı bilan birlashib, oltin xallıqini yo'qotishni planlayotganda, oltin xallıqının poytaxti Xonbaliqda amdila taxtga chiqqan yangi xon tinchlik tantanasi bilan band edi. O'yin birodar. Vazir azam. 3 yil bo'pti. Xotirjam yashayotganimiz uchun qani birdan ichaylik. Men vazirlik qilganda Malik Chigo bilan balog'at ketmagan ming nafar qiz o'g'ilni ham zo'r miqdordagi oltin kumush tovar durdullani, shundaqli yana Mo'ng'ullarning bizga yana qayta hujum qilishga yetgudek otlarni sovg'a qilib yurib, mushundaq chorbog' bizimiz o'tkazib yuravatsak. Esi qilgan ajrim bekorga ketdi. Vazir azam. Nimga o'kinadilar? Xudolashish qadimdan bo'lib kelayotgan odat-ku. Uni xalqimiz yaratgan emas. Elga xalq foydali bo'ladi ekan, uning hech qanday nomus qilg'ichiligi yo'q. Shundaqdimi, oldinga bir qarasang, keyingi ikki qara deydigan gap bor. Kutilmagan ishlardan saqlanish uchun xalqni paravon qilib, elni qudrat topquzi so'rar edi. Yaxshi kunning yomoni bo'ladi emasmi? Vazir azam Tudan Alcho, yana nima bilan da'vatsiz? Nima deyishyapsizlar? To'dan Alcho xalqimiz sulh tuzgan fursatdan foydalanib, elni qayta gullantirish to'g'risidagi parag'ini qilyotdi. Vazir To'dan Alchoning o'ylaganlari to'g'ri. So'l qo'l yondosh sarkarda Xushaxo bilan mukammal bir chora ustida o'ylandik. Birinchidan, avam xalqni xotirjam qilish uchun har qaysi taraflarga jarchi slavchini darhol avataylik. Har qaysi mahkamlar qurbon bo'lganlarning bola-chaqalarini ish qo'yish uchun angelib ro'yxat tuzsin. Shunda qilsak, avamning ko'nglini mayil qila olamiz. Oliylari donodir. Qani, janoblar ko'taraylik. Ikkinchidan, Mo'ng'ullar chekingan fursatdan foydalanib Xonbaliqdan voz kechib, Ostonni Kayfing diyoriga ko'chiraylik. U yerga ko'chsak, Xonqa daryosining jo'grafiyalik sharoitiga tayanib Mo'ng'ullar bilan tirkishalaymiz. Oliylarining donoligi uchun qani ko'taraylik. Oliylari.
Astanını ko'chirishga hargiz bo'lmaydi. Buralar taşlanmaz qandaq bo'ladi? Bu nima qilgani? Sizlar karomatga? Bu nima qilgani hamdi? Rasan emasmi? Nima qilgani bu? Sizlar karomatganda? Karomatga emasmi? Eng gap bu. Bo'ldi. Javfan, o'q baqa. Ma'qul. Xon oliylari qor tatarlar janubdan besib kirdi. El yurt axir kunda qoldi. Xon ham puxra bir niyatga kelsak, mushkul qiyinchilikdan qutula olamiz. Lekin hozir oliylari xalqni azob oqibatga tashlab qo'yib, janubga ko'chmoqchi bo'ptilar. Bunda qislar xalq sarsam bo'lib, qo'shin jangovarligini yo'qotdi. El uzun o'tmaylar munqariz bo'ladi. Kuchli dushman shimolda tursa, ordularni janubga ko'chirsalar, Jiroqiyada turib dushmanga qanday qarshi turg'u bo'ladi. Xon baliqni tashlab manslar, shimoldagi yer zaminimiz qo'ldan ketadi. Ota bobomizdan qolgan el yurtdan ayrilamiz. Men qatorliq puxrolar el zamindan mahrum bo'lishga chidab turolmaymiz. Oliylarning farmonlaridan yenib, xon baliqni mahkam saqlashlarini o'tinamiz. Davlat amon bo'lsa, xalq amon bo'lar. Yaxshi yezibsan, Javfan. Kelinglar, qo'l qo'yinglar. Vazir azam, Tangrim shifoliq bergay. Yeshim bir yay berib qoldi. O'lsam armonim yo'q. Biroq birla ishdan ansirayapman. Vazir azam, qaysi ishni deydilar? Arnimiz chidab sulh tuzdiq. Mushu kunlarni qadrlab, cheriklar bilan oziqlarni to'liqlab, xon baliqni mahkam qo'g'disoq bo'ladi. Bu birinchi taklif. Sharqi Yovg'i daryo vodisi xonligimiz gullangan joy. Bir yana tog', biqini dengiz. Tabiiy sharoiti jihatdan yaxshi to'salg'i bo'la oladi. Avval mudofaa ko'rib, ondan qolgan planni tuzish kerak edi. Bu ikkinchi taklif. Ostonani Kayfon diyoriga ko'chirmoqchi bo'lyapti. Garchi Azim daryo xonqi tabiiy to'saq bo'lsa-mu, lekin janub Tuson xonligi kun petishda Tang'ut eli, shimolda Mo'ng'ullar bor. Uch tarafdan dushmanning hujumida qilib, hammadan qo'rqamsak bo'ladi. Bu uchinchi taklif. Shunga xon oliylari uchinchi tadbirni hargiz qo'llanmag'ay. Vazir azam, kuchimizdan barcha tirishimiz. Jastimni Aqbaliqdagi amoniyat qasriga olib borib, oilamdagilarga topshirib beringlar. Ko'nglingizni yerim qilmang. Men sizdan talaylikkanman. Buyuk Oltin xonligining halok bo'lganini ko'may ketadigan bo'ldim. O manzara cho'qim intayin ichinishli. Vazir azam. Maqolani obday yezibsiz. Javfan uka, saviyangiz xeli o'sibdi, ha? Men maqolamni sizlarga ko'rib berishga emas, eng beshiga imzo qo'ya olamikin deb berdim. Bizlar xon oliylariga bu maktubni sunmoqchi bo'lyapmiz. Yo'qsa, men Budda diniga e'tiqod qilib, van so'ng oqsoqoldan ta'lim olyapman. O'zimni 3 doirdan 5 anasirdan totgan odamman. Cho'say aka. Men ixlosman murd. Rayipliqnomam asliyat. Sizlar el eg'ir kunda qolganda quloqni yupiraverib, bu yerda zohid bo'lib o'tmoqchimi? Arshdagi Tatagato bilan avvallik Suvara To'mirchining bizni qayta qirmasligiga o't qila olamdi. Burhanimiz mehribondir. Yo'lliq cho'say. Sizlar to'g'ri yurakkanlar. Xon oliylari
Mektubunlarını körüp çıkıp, el ve xalqning g'emini yegininglarga afirin o'qidi. Ostanini Kayfın diyarıga ko'chirmaydigan bo'ldimi? Xon oliylari jalibni ko'zdan kechirishga minish oldida xonzodani bizlar bilan birlikda bu yerni saqlashga qoldirgan tursa, xonbaliqdan nimada voz kechirgan? Xonbaliqdan voz kechmasa, xon oliylari nima Kayfın diyarıga bordi? Qop yurak. Sizlarga deb qo'yay, puhralarning hammasi qaytsin. Bo'lmasa, chiriklarim Mo'ng'ullarga tankilanmagan bilan sizlarga tankilanmay qolamidi? Xeyli hayvonsiz bor ekan, Bayan Sunchun janoblari. Biz xon oliylariga maktub sunishni qo'rqmagan yerda o'limdan qo'rqatdiqmi? O'zinglarni besivilinglar. Hammalar el bilan xalqning g'emini yeyapmiz. Nimish tirkissizlar? Javfan, bo'la ish bo'p bo'ldi. Endi o'zgartkili bo'lmaydi. Hammalar farmonga bo'ysunayli. Bu elning taqdiriga munosabatli cho'ngishtirsa, qarab turmizmi? Mardonliginglarga qoyilman. Farmon bo'yicha xonbaliqni saqlashga qoldim. Yanala har qaysinglarning yordamiga muhtojman. Agar Tangrining jazosiga uchirsak, boshqa kelganni tang ko'ramiz yoki Xalq o'limdan qo'rqmagan yerda biz nimadan qo'rqatdiq? bizlarning hayot mamotimiz tilg'i ilishga qilcha arzimaydi. El yurtning taqdiri tumanlagan xalqning omon esanligi bilan munosabatli emasmi? Vazir To'dan Olchimi ostonni ko'chirishga qarshi turib, oxiri dardini ichiga yutib qazo qildi. Bizmi o'zimizni behuda qurbon qilsak, xonbaliqni kim qo'g'daydi? Men 10 yil Chinxuy shuning uchun ichimga ochiq yutib, buruqton bo'lib yuryapman. Tangri guvohki, xonbaliqning nash tuman xalq uchun jinimni fido qilaman. Qaytaylik. Ey, qozam, dada de baqa. Ey, dada de, ha? Qo'lan, siz daryo suvidagi sapsadab qo'lolisikansiz. Menga marvoyatdak o'moq o'g'il tug'ib beribsiz, ha? Ulug' qag'an, qiz bo'lgan bo'lsa, texim yaxshi bo'lar edi. Ha? Agar qiz bo'lgan bo'lsa, cho'ng bo'lganda qabil oqsoqoliga yoki bir ativorliq sargardalarga yotliq qilsak, ular sizlarga mangu sodiq bo'lib o'tadi. O'g'il bo'lsin bo'pti. Chag'atay bilan Jo'chining buqidek o'sishib yurganini ko'rib, bu bola cho'ng bo'lganda to'rt mashhur to'kibkor ham jasur akasining oldida qandoq o'ringa tushib qolar deb ansirayman. Qandoq o'ringa? Sizning o'g'lingizmi Bo'rtaning 4 o'g'liga o'xshash, qilch farqlanmaydigan tang huquqdan bahramand bo'ladi. Undaq bo'lsa, uning ta'liqi kelarmi? Hayotli bo'ladi ekanman, uni aqllariga o'xshash baxtalaylik qilaman. Ulug' qag'an, noyog'i sizlarga muhim xabarni yetkazmoqchi ekan. Ha, qadag'an. Qo'lan bilan bu bolaga obdan qarang, ha? Ma'qul. Ulug' qag'an, baliq nima deb ism qo'yamiz? Ha. Ismini ko'rgan qo'yaylik. Ulug' qag'an, Sunxonligiga qudilishga avatga elchimizni Oltin xonliq tutyapti. Ha? Oltin xonning yuragi cho'ng'ay qilib turibdi-ku. Yangi Oltin xon ostonasini Kayfın diyariga ko'chiribdi. Bu shu ikkisini yetib oshadi. Endi qilichim bilan Oltin xonning advini beraman. U men Chingizxon qilgan va'dasi turmaydi ekan. Cho'qim qon to'kadi. Miladi 1214-yili 6-oyda Mo'ng'ul qo'shini ikkinchi qitim Oltin xonligiga jazo yurishi qildi. Shimoliy qo'rildan kirib, Jingju, Jiju, Shunju qatorliq shahar aymoqlarni oldi. 7-oyda Xonzoda O'ngyun Sulsa xonbaliqdan qechib chiqib ketdi. 10-oyda Muqali Sharqil Yawxi vodisiga hujum qildi. Miladi 1215-yili 1-oyda Mo'ng'ul qo'shini Tungjuni elib xonbaliqqa yaqinlashdi. 3-oyda Oltin xonligining qo'riqchi sarkardasi Ungyin Chinxuy xon bilan maktub yozib, Kayfingdan yordam talab qildi. Yangi xon ma'muriy amaldor yondosh taftishbag Li Yingni xonbaliqqa qo'shin va oziq-to'lik bilan yordamga avatdi.
4 ayda Moğollar Baju'da yardımcı qo'shinni yo'qotdi. Buning bilan Xonbaliqda ocharchilik yuz berib, xalqning hayoti qil ustida qoldi. 잠깐만. 예스볼. Hey, nim qochsin. Anlasam, Vezir Azam özleri şəhərinin qoğdaş toğrısında məsləhətləşməkçi bopdala. Attım birini soydurdum elinla. Ölsək mi aç arabaq bop qalmaylı, yana. Atlarını soyup yevetsek, şəhərdən qandaq çıxıb düşməni çekindirimiz. Nima? Şəhərdən çıxıb düşməni çekindirəmdoq. Əgər keyfin diyardakilar yana Çin davul qoşun əvətişdən ilgiri Monqolların şəhərə kirişini tosub qalalısaq, topimizni asmanğa assaq boludu. Xan aileleri yana Çin davul qoşun əvətəmi? Əgər Çin davul qoşun əvətməsə, Monqollar şəhərə kirməyən halətdimi? Yerim ayğı bamayla, həmməydən açarçılıqda ölüdü. Xan aliləri Xanzadə bilan Kayfan məhkəməsi köşkəndə əl üçün can pida qilishqa tayyorluq ko'rib qo'ygandı. Endi o'zimizni o'lganga chiqarib etsakmi bo'laverdi. Sizlar rastilla əl üçün can pida qilmoqchimi? Mən bu sadaqat yolunda ölüb almaqçımən. Qaraganda rastla muş yolu bilan sadaqatimizni bildirsək bo'g'adak. Əgər xanımız dana bo'lgan bo'lsa, shunda qilishga arziydi. Bösüb qaçaylı demsiz? Bösüb chiqalaydigan bo'lsak, sadoqat ko'rsatishga fursat chiqadi. Bu yerda o'limni kutib o'tirgandan yaxshi. Vezir Azam, onun qo'shinning degini to'g'ri. Qaçaylı. Bo'ladi. Har kimning o'ziga yarasha ko'z qarshi bo'ladi. Zo'rlashqa bo'lmaydi. Sizlar qechinglar. Bu yoqqa kel. Vezir Azam. Cheriklar to'rt qovoqni ichib etsin. To'mirchan qarshashmaganlarni o'ltirmaydi. Vezir Azam, bu Senmi jinin ipqash. Silicho. Menma yegan ishimmi xonning, turgan yerimmi xonning. Xon oliylari, kamillari xavf-xatardan bosh tortmay, farmonlar bo'yicha xonbaliqni saqlashga qoldim. Lekin kamillari jahonni tezginlashga, ojiz kelgashga, ig'ir vazifaning o'disidan chiqamadim. Xonbaliq qo'ldan ketish oldida turmoqda. Bosh egib itoat qilganimdan ko'ra, el yo'lda jon pido qilganim tuzuk. Oliylari o'zlarini ko'p asirg'aylar. Gunohkor xizmatkorlari 10 yil Chinxo'y ig'ir qayg'u-hasratda o'zlariga ta'zim qildim. Shenzong xonning jini 3-yili 5-oyning 2-kuni. Oğ içip ölüp aptı. Ey Sit, o batır adam idi. Cürcitlarning adeti bo'yicha uni dag'dug'liq uzitib qo'yinglar. Kattikan, Oltinxon huzurlanishni biladi ekan, ha? Ey, Dapaqa. Ular buni qandoq o'ylab yetgandi, ha? Afsuski bu shahon ordini bizning ordidagi o'kizlik so'rtib ep ketkili bo'lgan bo'lsa, ha? Shu emasmi? Hey, seni bu kallang ishlamamdi. Ordini ep ketkili bo'lmag'ini bilan ordidagi esil narsalarni ep ketammasmizmi? Ha? Onu allıburun o'ylagan. Ordidagi esil narsalarning birini qo'ymay, yaylaq ep ketaylik. Yaxshi.
Ordudagi esil narsalarning hammasini ep ketinglar. Ulug' qag'an, xon baliqning xazinalarini saqlashga odam o'rlashtirdik. Hamma mol-mulklarni ep ketish uchun orbularga besyotdi. Ay, eliqi yo'lliq cho'say tepildimi? Uning qasrga odam evatdim. Qasrdagilar uning nima ketganligini uqmaydi ekan. Siz 100 odamni boshlab berib, uning qasrini obdan qo'yding. Hech kim parakanda qilmasin. Xo'p. Bu yo'lliq cho'sayning hali xili bor ekan, ha? O ya urush qilishni bilmasa, uning bizga nima keragi? Kerak bo'lamdi, yo'q, ko'rishganda bir nima demamdiq. To'g'ri, keragi bo'lmasa o'ltirib atsakmi kechikmaymiz. Yo'q, xizmatimga unimasa, andin o'ltiraylik. Ulug' qag'an, xon baliqning xazinlaridagi va ordadagi narsalarning hammasini besib chiqdik. Yaraysan, yaxshi qilibsan. Nayaga? Va nima? Menda farmon sarkarchiliklar jafo chekdi. Ular xon baliq kirib 3 kun talon-taroj qilsin. Xo'p. Cavon aka! Cavon aka! Cavon aka! Neymişki özünüzni öldürüp olmakçı bulursunuz? Ha? Özümni 3 daireden 5 anasırdan tatkan adam ben davatmamdılar. Ot mana endi butxanığımı tutaş kılıvatıdı. Cavon aka! Cavon aka! Cho'say birodar, Chingizxonning havolasi bilan birodarlar silni bu yer saqlayotganimga xeli bo'ldi. Birodar, men texsiladek danoq sarkarda Chingizxonga noyib qilayotgan yerda uning chiriklari albatta rahimdil keladi deb o'ylab ekanman. Lekin uning chiriklarini o'g'ri qaroqchi va jallod qilib yetildirganliklari xayolimga kirmabdi. Cho'say birodar, eg'iz balasi qilmaslar yana. Chingizxon men bilan ko'rishmoqchi bo'lib ekan-ku. Meni oldiga boshlab basla. Cho'say birodar, ashunda xiyolda bo'lsa, uning bilan ko'rishmaganlar tuzuk. Meni o'ltiruvchidan ansirayotgandilar. Men Budda diniga e'tiqod qilgan odam. O'lim ko'rim xiyolimga kirmaydi. Yursizlar, meni Chingizxonning huzuriga boshlab basla. Eli munqarz bo'lgan arzimas yo'lliq cho'say huzurlariga salomga keldi. Hey, tizlansizlar. Qaranglar, o'to saqal, ha? Ulug' qag'an, soqollari uzun, ham chiroyli ekan deydi. Peqirlari xanzocha, qitoncha, jo'rjitcha, ham mo'ng'ulcha nima bilaman. Ulug' qag'an, soqolning parani hozircha qo'yib turaylik. O'zlaridan shuni so'rab baqay. Chereklar hozir shaharda nima qilyapti? O'ttir tuzdanlik Xanzolar bilan Mo'ng'ullarning qisosini ham sizning qisosingizni elyapti. Mening qisosimni? To'g'ri. Siz Qiton, shundaqmi? Shundaq. Oltin xonligi Qiton xonliqlarining qisoskor dushmani. Biz Oltin xonligini mag'lub qilib, sizlar Qitonlar uchun qisosinglarni etmadik. Xato dedilar. Nima? Peqirlarning 3 avlodi Oltin xonligida amal tutgan. Men yo'lliq cho'say qandaqsiga ota bobomga o'shmanlik qilgudakman. Cho'say birodar, uning ustiga Mo'ng'ullarni azgan ham qirg'onlar faqat Oltinxon bilan uning bag to'rilar tursa, xon baliqdek puhralar bilan nima munosabati?
Ulug' qolgan cheriklarni xonbaliqlik fuqarolarni bulang-talang qilish qo'yibdilar. Sizdan so'rab baqay. Bu qisos elishmi yoki adovat tutishmi? Qop yuray. Men sizni har qachon savollarimga javob berishga va chala qolgan ishlarimni eskartib turishga yenimga ep qolsam, unasizmi? Qaysi chala qilgan ishlarni eskartaman? Agar yana chala qilgan ya'ni chala qilgan narsani bulunganliklarini eskart desalar, peqirlar buni aplashtirolmaydi. Ham xolimaydi. Ham peqirlarning qo'lidanmi kelmaydi. O'zga keldimi? Temirchan, meni qandoq o'ltirmoqchi bo'lyapsizlar? Rost xizmatimda bo'lishni xohlamamsiz? Yaxshi vazir, yurt Xizr deydigan gap bor. Sizlar dono podshohmi emasmi? Men buningga bir nima deyolmayman. Lekin hozirgi qilmishlari ba'ayni zolim podshohga o'xshab olsa, men nima uchun sizning xizmatlarda bo'g'dakman? O'ltirib deyli. Kelinglar. Hop! Hozirli shahar kirib, Mo'ng'ul cheriklarini xonbaliqdan darhol qaytarib kelinglar. Hop! Uzun saqal, siz hem samimiy hem elgi sodiq odamkansiz. Jasoratingizga va fazilatingizga qoyil bo'ldim. Menga hamdamda bo'lishga rozi bo'lasizmi? Sizlardek istedodli ham tadbirli qolganning xizmatida bo'lish men yo'lliq cho'say uchun necha umrlik saodatdir. Hay. Efendi, turing. Merhamet. Ulug' qog'on, marhamat. Chingiz Qog'on bu dunyoni bo'ysundirg'uchi bo'lish sifati bilan umrida 2 qatim o'ziga toza mos kelmagan ishni qildi. Ham 2 odam bilan o'ylamagan yerdan tasodifiy uchrashib qoldi. Uning biri Toyin dinining haq zoti Cho'cho'ji. Yana biri Chingiz Xonga bo'libmi uning avlodlariga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan Budda dinining ixlosmand muxlisi yo'llig'i Chusay edi.